Assalomu alaykum. Bitta mana muhtaram prezidentimizni 15-16 aprel kunlari Andijon viloyatiga tashriflar doirasida shu magistral yo'llar bo'yidagi zavodlarda yopiq zavodiga o'tkazish bo'yicha bergan topshiriqlar yuzasidan viloyat hokimimiz 2025-yil 19-may kungi qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida shu yerda mana 400 metr oshiqroq zavodni yopiq zavodga o'tkazdik. Shu loyiha asosida hammasi nima qilingan bo'lsa, loyihada berilgan nimalarda o'zini shu normativlarga amal qilib, hammasini qanday talablar bo'lsa, talab doirasida bajarib mana yotkizib, tekshirovlarni oxiriga yetkazdik. Bugun ertadan mana shu loyihadagi nimalarda qurilishiga harakat qilibmiz. Bunda loyihalarda mana magazinlar, ovqatlanish, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, barcha turdagi avtomobillarda texnik ko'rsatish xizmatlari, o'sha yengil tipdagi avtomobillar yoqilg'i quyish shoxobchasi, avtomoykalar, xos xoladan tortib shu sartaroshxonaki hamma maishiy xizmat, hamma narsa bo'ladi. Bir shu ishga tushgandan keyin kamida 100 dan ortiq odamga yangi ish o'rnini yaratamiz. Shuni harakatda bel bog'lab turibmiz. Bu yerda o'sha do'konlar hammasi bitganida bular ijaraga beriladimi yo tadbirkorlarga qandaydir nimaga foydalanishga beriladi? Bu magazlarda buni qurib bitkazganimizdan keyin ijara asosida biz endi maqsad turibmiz hozir shu ishlab chiqaruvchini o'zini o'sha yerda sotuv do'konlarini tashkil qilish asosiy maqsadimiz. Birinchidan narxi arzon bo'ladi. Ikkinchidan tirbandlikka, bozorga bormasdan mana shu tomonda aholi chetdan me'morol olish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu arzon narxda, shu optimda sotilib turgan, go'ja narxda sotilib turgan narxda chetdan oladigan qilib, hamma shu o'zini ishlab chiqaruvchisi bu nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu suvmi, xo'jalik mollari yoki boshqa ehtiyot qismlar hamma ishlab chiqaruvchi o'ziga showroom qilib magazinlar bermoqchimiz. Shu ishlab chiqaruvchining o'zini magazinlari bo'ladi bu yerda. Misoldan qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'lsa, shu nimani fermerlar, dehqonlarning o'ziga, addenlar, hammasiga o'ziga shuni yaratib, sharoitlarni yaratib, shuni qilish maqsad turibmiz. Har xil muhokamalarga sabab bo'ldi bu holat. Ba'zi bir fuqarolar e'tiroz ham chiqishibdi. Holat bo'yicha izoh bildirib ketsangiz. Haqiqatan ham shu e'tirozlar juda ko'p bo'ldi bu yerga. Zax kanalini ko'rish bo'yicha, mana prezidentimizning farmoyishlari chiqdi. Buni xalq bizni tushunmaslikka oldi-ku, lekin bu yerdagi mana bu tadbirkorimizning loyihasini ko'rgandan keyin e'tirozlar hammalari tushunib qaytdi. Bu yerga mana maktabimiz bor, ikki o'qishloqqa ham trotuar binoga kelyapti. 450 metr joyga tadbirkor trotuarlarda ko'cha chiroqlari qo'yyapti. Yo'lkalar bor, gulzorlar bor. Buni ko'rib, loyihani ko'rgandan keyin hammasi tushunib yetib, xalqimiz o'zi tushundi hammasini. Hech qanaqa hozirgi kunda hech qanaqa nima yo'q, e'tiroz yo'q. Shet obod bo'lishiga hamma xalqimiz tushundi. Avvalo mana yurtboshimiz sabab mana topshiriq berishyapti. Katta yo'llarni bo'yi obod bo'lsin. Tadbirkorlar shayda bir tashkil qilib xalqimizni ish bilan ta'minlasin degan maqsadda mana shu kanallarimizni ko'rinib turibdi. Mana shaylar bir oxlatxona bo'yatadi. O'tgan shoppi mashinalar ham narsalar tashab ketib, şeylarda bir atindi chirindi bo'lib, juda ko'p qiynalib turdik. Mana endi mana shu chiroyli obod bo'lar ekan, xalqimizga ishxonalar ochilar ekan. Mana bu yerda maktabimiz bor, bularga chiroyli yo'llar bo'lib, juda qiynalmasdan borib kelar ekan, chiroqlar qo'yilar ekan. Mana shunga biz hammamiz xursandmiz. Mana tadbirkorlarimizga ham omad bersin. Mana yerda bir qancha odamlar ish bilan ta'minlashga ularga quvvat bersin deb biz shuni so'rab, mana xursandmiz shayda obod bo'lib turganiga. Maktabga keladigan o'quvchilarda bu qishloqdan bir ikkita qishloqda o'quvchilari, bir tarafdan bitta qishloq o'quvchilari kelishga, Oshiqjo'kka shu trotuar, bolalar yurish, piyodalar yurish yo'lakchasi, qirg'oq gulzorlar, dam olish o'rindiqlarini o'zim hisobidan shu yerga ishlar tashkillash mobaynida buni yoqib ketadigan bo'lganmiz. Loyihamizda mana shulardan ko'rsatib o'tilgan. O'z hisobidan qilib beraman shularni ham. Zavodimizni umumiy maksimalniy suv kelish nimasi 125-150 litr tashkil qiladi. Biz bu yerga 300 lik zax tortish zavodi, bitta unga yoniga yana 400 lik
olib chiqib ketdi, ortiq suvni olib chiqib ketuvchi. Jami 700 lik suv olib chiqib ketish quvurini o'rnatganmiz. Mana boshida hozir bu kelib turgan suv birinchi zavorda 4 dan 5 dan 1 qismida bemalol ketyapti, tortishlari yaxshi. Hammasi endi bu yerga biz chuqur qilib astonniy qilamiz. Hozir filtrimiz tayyor bo'lyapti. Quvurga kirishdan oldin oldiga filtr qilib, maxsus o'zini filtrini qilib 2,5 metrga 1,5 metrdan maxsus filtr qilib, filtr orqali biz qo'ygan quvurlarga kirib ketadi. Mana masalan hozir mana shu qishloqda bolalari hozir gapirganim, işte zamonaviy bolalar yurish, o'sha piyodalar yurish yo'l echasi bo'ladi. Mana katta yo'lda yo'g'ida trotuar ketadi, mana keyin uni yo'laylar. Mana o'zini yashil makonlar mana shu yerda mana ketadi. Ichida mana karmashka, bu katta yo'l, karmashkaning oldida piyodalar yurish yo'l echalari tushadi bu yerga. Ha. Ushbu zibirimiz zax ochirish tarmog'i bo'lib aka. Bu hech qanday ko'p tashlangani yo'q. Bu zax ochirish tarmog'i shu sizot suvlarni zax suvlar chiqarish uchun qurilgan zibir. Endi bu ko'milgani sababi yopiq dinlash, yopiq zibir usuliga o'tdi. Bu qanday bo'ladi? Bu shundayki, ana shu eski zibirni qaytadan joyli qilib to'g'rab, unga 2 dona 400 500 turba tashlanadi aka. U turbalarimiz ham maxsus polietilen teshik turbalar bo'lib, ana uning ustiga material o'raladi aka. U teshik turba bo'lib, material o'ralishning sababi zax suvlar unga kelib quyiladi aka. Ana shu turba tashlangandan keyin turbaning ustiga sheben deymiz, sheben tashlanadi aka. Ana shebenning ustidan keyin turpoq tashlanadi. Ana shunday bo'lgandan keyin bu zibirimiz, zax ochish tarmog'imiz hech qanday xususiyatini yo'qotmaydi. Aksincha, nabrot yaxshi bo'ladi, zax suvlarni olib chiqib ketadi shunda. Yopiq dinlash, yopiq zibir deb shuni aytiladi aka. Qanday tozalab turiladi? Buni tozalashi, buni o'sha bayoz zibirning bosh qismiga avvalambor maxsus rishotka to'sib qilinadi, har qachon oldini olish uchun. Ana undan keyin u to'siqdan keyin chuqur ko'rib, kalodis atsoniy deyiladi. Atsoniy degani suv tinib, hattoki loyqasi ham buni chekirmaydi. Sof suv bo'lib chiqib ketadi aka. Hech qanday qilish bo'lmaydi shundagi. Valla siz bilan biz bu dunyoda yashayapmiz ekan, yaratgan bori taologa beada hamd sano, beso'z shukron bo'lsin. Mana davlatimizni boshqarib turgan prezidentimizni odilona olib borayotgan siyosatlarga Alloh mo'yin madadkor bo'lsin. Mana shu yerda turibmiz ekan, mana yurtimiz, davlatimiz obod bo'lsin. Mana shu tadbirkorlarimiz, mana xalqimizga bir xizmat qilsam, xalqimiz farovon yashasa deb mana shu bir ahlatxona bo'lib turgan joyda mana obod qilib kanallarimizni ko'mib, xalqimizga xizmat turibdi. Bularning ishiga doim omad bersin. Hammamizga bir ahli ittifoq qilsin, yomonlardan o'z saqlasin. Alloh taolodan so'raymiz, bu tinchlik ne'matimizni davri qiyomatgacha bardavom qilsin. Alloh akbar, ishlarga omad.